Ashani mamnun taqilyapti-da, xudo chakyapti-da. Yevropani boshdan oxirigacha bugun bizning 74-kunimiz o'rtoqlar. Bugun bizda ikkita g'aroyib bir voqea bo'ldi. Cho'mildik biz ham daryoda. Mana daryoda cho'milgandik. Oldimizga adashmasam menimcha italyan. Millatini bilmadim, lekin bitta gespat bir inson keldi. Abdulazga qarab turibdi-da. Yo'q, menga qaramadi o'rtoqlar. Biz cho'milayotganda, endi o'zingizlar bilasizlar, o'g'il bola qanaqa cho'miladi. O'sha cho'milayotgan joyimizda oldimizga kelyapti-da. Lablarini tishlab, qarochi qo'lni suvga botirib, g'alati qiluvlar qildi-da. Biz kutdik o'sha insonni oldimizga keladigan bo'lsa, o'zimizning bir salomimiz bor edi O'zbekistondan. Keyin nima kelmadi. Keyin ketdi yo'lida. Daryoda cho'milib kelayotganimizda, undan keyingi voqealar juda qiziqarli. Qarochi, bu yerda bilasizlar, Italiyada qorovvoylar, shuna millatlar baxshi ko'p, ham bu yerda nasha, pasha, shuna narsalar haddan ziyod mamnun. Bizga nima deyapti? Nashani mamnun taqilyapti-da, xudo chakyapti-da, mana deyapti-da. Endi oldiga bordik, so'rashdik, qattansan dedi. Endi davlatni aytib o'tirmaymiz. O'sha qora tanli insonlar chakyapti, o'tiryapti, oldimizga har xil ko'p bir narsalarni ko'rsatyapti-da. Ketdi bir joyga boramiz dedi. Shart emas dedi, chakmaymiz dedi. Shunaqa, hozir masjidda bo'ldi, ular ham daryo naryo tarafida o'tiribdi. Oldida video olib o'tirmadik, chunki bir qurol bo'lsa taq-taq qilib qolmasin deydi. Sekin ketaverdik. Sekin yo'limizdan davom etamiz. Soat 6 yoki 7 gacha Italiyaning Trento shahriga borishimiz kerak bo'ladi.